Bugun chin ma'noda tadbirkorlar davri keldi deyish mumkin. Zero ularning rivojlanishida davlat o'zi tirgak bo'lmoqda. Prezidentimiz aytganidek, bitta tadbirkor faoliyatini to'xtatsa, unga favqulodda vaziyat sifatida qaralishi kerak. Chunki ular iqtisodiy barqarorlikka erishishda muhim kuchdir. Shu sabab bugun ularning muammolari, masalalari manzilli o'rganilyapti. Hech bir tadbirkor e'tibordan chetda qolmayapti. Andijon viloyati soliq boshqarmasining kichik va o'rta biznes vakillari bilan uchrashuvi bu gal Baliqchi tumanida o'tdi. Ishbilarmon doira vakillariga qulay sharoit yaratish, hududda biznes muhitini yanada yaxshilash maqsad qilingan tadbir ishtirokchilar uchun manfaatli bo'ldi. Viloyat soliq boshqarmasida vakillar keldi. Biz juda ko'plab savollarimizga, o'zimizni qiynayotgan muammolarga javob oldik. Men ko'p korxonalar bilan ishlayman. Men bugun savol berdim. Sog'liqni saqlash tizimida xususiy shifoxonalar, aptekalar bo'yicha 1-apreldan qo'shimcha qiymat solig'i to'lashga o'tkazilganligi sababli agar ariza ixtiyoriy topshirilmasa, jarima qo'llaniladimi, yo'qmi degan savolimga javob oldim. Bu bergan savollarimga men qoniqdim. Juda xursandmiz. Bunaqa ochiq muloqotlar ko'plab uyushtirilib tursa, juda yaxshi bo'lardi. Hammaga foyda berdi. O'zini o'zi band qilgan shaxs, yakka tartibdagi tadbirkor, kichik biznes, o'rta biznes, yirik korxona. Bu tadbirkorlik subyektlarini bosqichma-bosqich rivojlantirish zanjiri. Bu sohani kuchga soluvchi mexanizm. Uchrashuvda ayni masala e'tibor markazida bo'ldi. Shuningdek, soliq qonunchiligiga kiritilgan o'zgarishlar haqida atroflicha ma'lumot berildi. Tadbirkorlarning bu boradagi fikr mulohazalari tinglandi. Tadbirkorlarning faoliyatida yuzaga kelayotgan muammolar, ish unumdorligini yanada oshirish yo'lidagi taklif va tashabbuslari o'rtaga tashlandi. Mas'ullar har bir masalaning yechimini nazoratga oldilar.